Men Umidjon Gayupov 2007-yildan beri qurilish sohasida ishlab kelyapman va ko'plab obyektlarni arxitektor, dizaynerlar bilan birgalikda uy egalariga muvaffaqiyatli topshirib kelyapmiz. Arxitektor, dizaynerlarni proyektlarini olib, realizovat qilib, proyektni menejer bo'lib ishlab kelyapman. Mana shu ko'rib turgan bitgan obyektimiz ham binosi 500 kvadratdan iborat, high-tech uslubida qurilgan. Hozir hammasini sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Hozir uyni mana tashqi tomonidan fasadlarga nimalar qilinganini hammasini tushuntirib o'tmoqchiman sizlarga. Mana fasadlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, etalogranitda ishlatganmiz va ven fasad qilganmiz, ya'ni ventilyatsionni fasad qilganmiz, suxoy montaj bilan. Mana hozir darvozaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, darvozamiz keng. 6 metrda qildik. Sababi ko'pincha muammolar kelib chiqadi. Oldima-ketin mashinalar qo'yib qo'yiladi. Bitta odam ovora bo'lib, mashinalarni olib chiqadi, mashinalarni qo'yadi. O'shaning uchun biz juda ham yaxshi решение berganmiz bu yerda. Darvozachilar bilan maslahat qilganmiz. Roletni sistemani eng uzunligi necha qilib bera olasizlar desam, 6 deyishgan. Ana o'shaning uchun 6 qilganmiz. 10 songina ikkita mashina yonma-yon kelib turadigan qilganmiz. Mana qaranglar, mana shu eshikni ham keng ochilishi uchun, katta ochilishi uchun bilasizlar, oshiqlari ko'tara olmaydi. Sababi katta og'ir bo'lib ketadi. Oshiq yo'q, shuning uchun o'rtasidan o'q qilib, mana ochilishi keng bo'lishi uchun qanaqa qilingan. Juda ham zo'r решение bo'lgan. Mana hozir sizlarni ichki fasad частini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ko'rib turganinglardek, fasadlarimizda Alkapon mahsulotlarini ishlatganmiz va juda ham mustahkam, eng kачественныйsini ishlatganmiz. Va alohida e'tibor berasizlar zinalarimizga. Mana zinani ko'rib tursanglar, mana 10 santimetrdan qilib chiqqanmiz oxirigacha. Sababi o'sha oxirgi taqalganida uchta zina bo'lib qolmasligi uchun chiroyli qilib relyef qilganmiz va landshaft zonalarimiz ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni relyefni bo'lib, sekin tepaga ko'tarilib ketgan. Bu yoqni ham ko'rsanglar, mana sekin tepaga ko'tarilib ketgan hammasi. Bu yerda mana basseynlarimiz joylashtirganmiz. Bu yerda mana hozir letniy kuxnyalarimizni joylashtirganmiz. Qish faslida bu razvernoy eshiklarni qo'yganmiz. Nimaga? Juda ham qulay. Ya'ni yoz kunlarida biz razvernoy eshiklarni shunday ochib qo'yamiz. Letniy kuxnya bo'ladi. Hamma yoqqa ishlaydi o'shanda. Qish paytida bo'lsa, bemalol u yerda yana xuddi aytganimizdek mangalda pishirib, shashlikda pishirib, maza qilib o'tiriladi. Mana endi hozir ichki interyer bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ko'rib turganinglardek, hamma joyimiz ideal ishlangan. Bu eng zo'ri uy egalari bilan, mijozlar bilan birgalikda dizaynerlar ishlagan hammasini. Ideyani albatta hamma ideyani uy egalari bergan. Faqatgina dizayner uni to'g'ri foydalanishiga yordam bergan va ichki interyerini dizaynini qilib berishgan. Mana hozir ko'rib turganinglardek, mana kirish qismida bu yoqda mana oynalarimiz, zerkala qo'yilgan. Sababi har doim bilasizlar, o'zbekona bo'lish kerak. Bizda uydan chiqayotganda xoh u erkak bo'lsin, xoh u ayol bo'lsin, kirib o'ziga qarab sekin chiqib ketishadi tashqariga. Endi bu yoqda mana polka qismlarimiz bergan, hammasi ko'rib turganinglarda ochiq, ya'ni xonani kengaytirish va havoni aylanishiga juda ham zo'r yechim bu. Mana hozir ko'rganinglarda, kirganinglarda studiyniy stilda qilingan bu yoqda mana keng ko'rib turibsizlar. Bu dam olish zonasi deyiladi. O'sha uyimizni egalarini iltimoslariga ko'ra mana shu yerda TV zona qilganmiz. Juda ham keng va eng e'tiborlisi двухсветный qilganmiz. Balandlik bilasizlar, odamni ruhini bir maza qildiradi. Sababi balandlikda bir kenglik bo'ladi, odam maza qilib dam oladi. Mana shu yerda mana misol uchun o'tirilgan holatida tepalarni mana lustralarimizga bir alohida e'tibor berasizlar. O'tirganimizda mana juda ham uy egalari qulaylikni yaxshi ko'radigan mijozlarimizdan o'zlari borib Turkiyadan o'zlari imini tanlab olib kelganlar shu mehki mebellarni. Juda ham qulay joy bo'lgan bu. Mehmondorchilikda bizani o'zbegimizda mehmonlar ko'p keladi. Mana mehmonlarni kutib olish uchun ham zona qilib qo'yganmiz. Fasad qismimizda biz bazaltdan izolyatsiya berganmiz. Bu nima uchun muhim masala? Ko'rib turganinglardek, ikkita dona radiator mana ko'ringlar mana. Da to'g'ri, italyanskiy radiatorlarimiz bu yoqda ham joylashgan, bu yoqda ham joylashgan. Mana shu katta ob'yomdagi xonamizni, ya'ni holimizni shu ikkita radiator isitib bera olyapti. Sababi teplый polimiz bor. Горячий pol emas, teplый polimiz bor. Odam yurganida maza qilib komfortli bo'lishi uchun, lekin qizdirib yormayapti. Ko'pchilik xato qiladi, горячий pol qilib qo'yadi. Lekin bizning maqsadimiz poldan isitish tizimini yaratish emas. Vaholanki polda odam yurganida, qish paytlarida bu pol mayin bir iliqlik berib turishi uchun. Mana hozir
detallarga o'tamiz endi. Mana shu ko'rib turgan binoyingizdagi hamma eshiklarimiz, zinalarimiz va mebel, обшивка, полностью mebelirovkalar hammasini Tohir akam qilib berganlar. Bu yerda biza haqiqiy ekologik toza shponlardan foydalanganmiz. Ko'rib turgan har bitta detallariga hammasi eshulardagi ekologik toza shponlardan ishlatganmiz. Polimizni esa Yevropol brendiga taalluqli belgiyskiy tarketlardan qilganmiz. Tarketlarimizni vodostoyki, ya'ni suv oqqan paytida suv stiklardan qo'yib yubormaydi va o'ziga shinmaydi. Shuni hisobiga bemalol artib olinadi. Mana endi oshxona qismimizga e'tibor berasizlar. Oshxonamiz yana razvernoy eshiklar qo'yilgan. Ovqat qilinayotganda eshiklarni yopiladi. Ovqat qilib bo'lingandan keyin rutishka ishlab hammasi tortib bo'lingandan keyin eshiklar ochib qo'yiladi. Mana shunda zalda o'tirgan mehmonlarimizga hech qanday hid yetib bormaydi. Mana marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonamiz juda ham komfortli qilingan va albatta yana aytib o'taman, mijozlarimizning talablariga ko'ra. Ko'rib turganingizdek mana barni joylarimiz bu yerda mana juda ham qulay qilingan, ya'ni ertalabki nonushtalarimiz shu yerda shundoq mana tayyorlanadi, nonushta qo'yiladi. Bu yerda bolalarimiz tez nonushtasini qilib maktab institutiga ketishadi. Ko'rib turganingizdek mana gir aylana shkaflarni ko'paytirganmiz. Mijoz menga hamma narsa yetarli bo'lsin. Ya'ni meni mehmon kutishim ham, oilani ovqat pishirib taomlashtirishim ham hammasi bir xildek. Ya'ni bu xonadonda ko'p mehmonlar kelishadi va почти har kuni uyda oilaviy ovqatlanishar ekan. Shuni hisobiga bularni idish tovoqlari ko'p bo'lganligi uchun hamma joyi shkaf qilinganda ayollarning eng nozik masalasi idish tovoq turishini xohlashmaydi. Shuni hisobiga shkaflarni ko'p qilishgan, idish tovoqlar ko'rinmaydigan joyda turishini xohlashgan. O'shaning uchun ham shkaflarni ko'p qilib berganmiz. Ko'pchilik xabaringlar bor, oshxonani keng qiladi, lekin shkaflardan unumli foydalanilmaydi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, G-obrazniy bo'lib, shkaflar juda ko'p qilingan. Eng keng asosiysi bu joyda shunaqa bir joyimiz bordirki, oldindan o'ylanilgan bu joy. Именно ko'p joylarda bilasizlar, kladovka qilinmaydi, lekin bu yerda uy egalari men uchun oshxonamni oldida bitta kladovka bo'lsin, ya'ni холодная komnata bo'lsin. O'sha yerda hamma narsani saqlaydi. Mana shu yerda холодная komnata qilingan. Endi faqat bu yerda hozir polkalari yasalinmagan, no kelajakda yasab qo'yiladi, lekin shu xona холодная komnata qilib qilingan. Nima degani холодная komnata? Ya'ni bu yerda отопительный sistema, ya'ni isitish sistemasi qilinmagan. Zahro bo'lib turishi uchun. Endi esa texnikalarga e'tibor berasizlar. Hamma texnikalarni Frankidan qo'yganmiz. Sababi bilasizlar, Franki o'zi juda ham bir zo'r brend bu, kачествоsi premium kачествоda. Misol uchun mana umumanliklarimizni ham Franki qo'yganmiz. Keyin kelsanglar mana ko'rsanglar, mana bizada varочный plitalarimizni ham Franki berganmiz. Bu yerda vitishkalarimizni ham Franki ko'rib turganingizdek mana oynalari bor. Bemalol havoni tortib ketadi. Ko'p joylarda shu vitishkaga ham ahamiyat berishmaydi. Bizi ayollarimizga qulaylik yaratib berishimiz kerak. Ya'ni ovqat qilinayotganda pari o'ziga urish kerak emas. Bu degani kubaturasiga e'tibor berishimiz kerak har doim. Bu 800 ming bo'ladi. Ana o'shanga asosiysi ko'pchilik kamroq qo'yadi, biz 1000 talik qo'yib berishimiz kerak. Mana bu yerda aytganimdek ertalabki nonushtalarni qilishadi. Keyin esa kechqurun esa odam ko'payadi, hamma ishdan keladi. Mana bu tarafimizda ujinlar uyushtirishadi, oilaviy har xil o'tirishlar mana shu joyda bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, televizorimiz bor. Hamma shart-sharoitlar qilingan. Yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Oshxonamizga kerakli bo'lgan bu ma'lumot. Mana ko'rib turganingizdek, Xiaomi'ni aqlli chang yutgichi. Nima uchun bu kerak? Именно mana shu mana oshxona zonani har doim chang bo'ladi, nimadir ushoq, nimadir tushib qoladi. Shundan foydalanamiz. O'zi bilib, o'zini vaqtida tozalab, yana joyiga kelib turib oladi. Bu oilada yosh kattalar bo'lganligi uchun ularga to'g'ri yechim yechilgan. Bu yerda mana birinchi etajda bizada yotoqxona qilganmiz. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda kirishinglar bilan 10 tarafida kravat qo'yganmiz. Sababi 10 tarafga kravat qo'yganimizning sababi eshik ochilganda butunlay ko'rinmaydi. Ya'ni taqillatiladi. Bizning urf-odatlarimizga ko'ra eshikni taqillatib kiriladi yotoqxonalarga. Taqillatib kirganda eshik ozgina ochilganda yotgan odam ko'rinmaydi. Shu narsalargacha e'tibor berganmiz. Ko'rib turganingizdek, yosh kattalarimizga
kitobxonlik qilishadi, ya'ni kitob o'qishadi. Shungacha mana qulayliklar qilib, yorug' tushlarigacha to'g'irlab qo'yganmiz va bu yerda mana ko'rib turganinglardek kitob javonlarimiz bor, televizor TV zonamiz bor. Yosh kattalar uchun yana bitta eng qulaylik bor bu yerda. Kravatlarimizni tagiga shunda mana oyoq qo'yilganida, misol uchun mana bitta oyoq qo'yiladi, bu yerda yonadigan sistema qilganmiz. Mana shu yerda mana ko'rdinglarmi? Bu yerda shunda yonadi, ya'ni kechqurun uyg'onganida yosh kattalarimiz uchun oyoq qo'yishganida past yonadi-da, bemalol включательlarni topib va ko'z og'ritmaydi, bemalol uyg'onib hamma yoni yerlarni yoritib berishi uchun mana shu yechimni hamma joyda qilamiz. Endi esa biz yuvinish xonasiga, ya'ni sanuzilga kiramiz. Sanuzilni birma-bir tushuntirib o'tib ketamiz sizlarga. Mana misol uchun kirishlardan bu yerda juda ham qulayliklarni qilib berganmiz. Nima qulaylik desanglar, birinchi o'chirtda именно dushovoyga kirganda parogini qilmaganmiz. Sababi bilasizlar, yosh kattalar endi tolqishi mumkin, oyog'ini urib olishligi mumkin va eng kerakligi mana shu перегородкani mustahkam qilganmiz. Sababi o'sha bemalol cho'milishligi uchun har xil holatlar bo'ladi va albatta именно santexnika bo'yicha groy ishlatganmiz, ya'ni groxeni ishlatganmiz. Kirish qismimizda mehmonlar uchun juda ham qulay bo'lgan sanuzil qilingan. Lekin ko'p hollarda bilasizlar, sanuzillarni kichkinligini qilib qo'yishadi, mehmonlar uchun bo'laveradi deb. Lekin bu noto'g'ri. Biz bu yerda bitta zo'r решение berganmiz, juda ham keng sanuzil qilganmiz va eng qulayi tahorat uchun shunaqa zo'r yechim qilganmizki, ko'rishinglar mumkin, tahoratni joyi juda ham chuqur qilganmiz. Sababi tahorat qilayotganda sachramaslik uchun. Yana bir masala, bu yerga biz Vega kompaniyasini traplarini ishlatganmiz, bilasizlar, Vega hech qachon hid chiqarmaydi. Shuning uchun endi e'tibor bersanglar, burchakka joylashtirganmiz unitazimizni va o'ng qismimizda juda ham keng bo'lgan yuvinish joyini qilganmiz. Mana umumanliklarimizni, shkoplarimizni qo'yganmiz. Odam kirganda o'zi nima deydi, qulaylik bo'lish kerak har doim. Biz nima qilamiz? Kichkinligini sanuzil qilib qo'yamiz. Mana bu haqiqiy to'g'ri решение bo'lgan. Keng sanuzil. Mana bu hozir sanuzilimiz oldida shunday kiraverishda garderobni qilganmiz. Bu ham juda ham zo'r решение bo'lgan. Mana buni qaranglar, o'zingizlar bitta baho beringlar mana. Kirganda shunday keng qilib kirib, bemalol hamma narsani joylashtirganmiz. Juda ham qulay. Nima deysizlar? Mana hozir biz podvoldamiz. Podvolda ham unumli foydalanilgan. Ko'rib turganlaringizda mana bu yerda TV zona qilingan, ya'ni uy egalari juda ham futbol sinaman desalar, o'shaning uchun o'zlari uchun muhit yaratib olganlar. TV zonadan bu yoqqa o'tganinglarda eng muhimi sport, ya'ni tennisni stol qo'yganlar. Mana shu yerda bemalol dam olib odam sport bilan shug'ullanib, bilasizlar, yuragi og'riydiganlarga ko'proq tennis maslahat qilishadi. O'shaning uchun ham tennisni stol qo'yilgan. Bu yerda sport, mana bu yerda misol uchun yana begovoy дорожкаlar qo'yilgan. Komfort na высшем уровне o'zligi uchun qilishgan. Mana e'tibor bersanglar, zina poyalarimizni tagiga именно podsvetka berganmiz. Ko'pchilik aytadi, kerak emas, nimaga kerak deb. Eng qulayligi buni ko'zga urmaydi. Kechqurunlari tepadan pastga tushishlarga, oshxonalarga tushishga majbur bo'lib qoladi odam. O'shaning uchun biz podsvetka beramiz, ko'zga tushmaydi va nimani bu yerda yaratiladi? E'tibor bersanglar, bu yerda komfort qilingan, juda ham komfortli bo'lgan va juda chiroyli chiqqan. Endi perilarimizga e'tibor bersanglar, perilarimiz hammasi oynali qilingan. Sababi zina poyamizni, zinamizni keng ko'rsatish uchun. Mana e'tibor bersanglar, mana hozir tepaga chiqamiz. Chiqqaninglarni o'zida atmosfera shunaqa bo'ladiki, keng ko'rsatadi. Ko'p joylarda ko'rsanglar agar kovinni qilishadi, betlarni yopiq qilishadi, yopiq holatida zinalarimizni hammasi juda ham kichkina va siqadigan, bo'g'adigan bo'lib qoladi. Bu yerda bo'lsa e'tibor bersanglar, mana bemalol keng ko'rinish bergan zina poylarimiz va biz hozir ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajga boyaga aytganimdek, двухсветный holat mana ko'rib turibsizlar. Buni ham spesialni oynali qilganmiz. Kolonni o'ylamanglar, juda ham baquvvat qilingan va mana bu yerda mana manzara juda chiroyli, keng ko'rsatgan ko'rib turganinglar. Endi albatta biz sizlarga xohlar edik spannilarimizni, ya'ni master spannilarimizni ko'rsatishga. Xafa bo'lmaysizlar, ko'rsata olmaymiz. Sababi odamlar hozirgi holatda yashashadi. O'shaning uchun bilasizlar, yotoqxonalarimiz bu o'zimizning ichki yotoqxonalarimiz bo'lgani uchun biz
endi kirishga imkoniyat topolmadik. Shunga rozi bo'lasizlar. Mana hamma obzorlarni qilishga harakat qildik va sizlarga foydali bo'lish uchun har bitta narsani detalni tushuntirishga harakat qildik. Obyektimizni ko'rdinglar. Yoqqan bo'lsa, izohlarda o'zingizlarning fikringizni bildirib ketinglar va bizani kuzatishda davom etinglar.